Rahmat doktor. Rahmat. Qaracha sizlarga aytib beraman shu yerda. Bu ne bo'yicha energetik bo'yicha bitta cho'lash video chiqarganman. Hozir endi ma'lum bo'lib boshlasdan, ya'ni o'zini karomatini ko'rsatib boshladi. Oshqozon o'rt tarafda. Hozir o'ziga tushib, ishdan ko'pish kerak ekan. Qaracha yo'ladi. Bitta vaji yesangiz, yog'liroq vaji mashina ximikat bir narsa yesangiz, misol margarin deb mashina yesangiz, o'sha yurak qaltirashga boshladi. Yurakni qaltirab turgani shu narsadan bo'lib turibdi endi. Shu masala bo'yicha keldim. Hozir Sevinch klinikada nima aytib turibdilar? Bir-ikkina qulayliklar, imkoniyatlar, skidkalar bo'lib turibdi ekan. Energetik ichib turganlar sizlarga maslahatim, to'xtatinglar bu narsani. Yine başta bir yıl bola geldi, şunu vana zarar beryapti, bana zarar beryapti, şu muammolar bo'yicha yuribman. Keyin oyoq og'riq, qashni bir ikki muammolar bo'yicha hozirda klinika rahbari bir ikki ne bor dedi, e'lon etib berajekman dedi. Yaxshilab tushunib olinglar-da. Xalqimiz ko'pisi Rossiyada, boshqa chet davlatlarda ishlab yuribdilar. Yangi yilda uyina yangilik kutmakka kelgan bo'lishlari mumkin. Siz pulni ildidan to'lab keyin 30%. Agar bizada ham klinikada planoviy operatsiyalar bo'ladi. Masalan, grija og'rib yuribdi, akasini ya o'zini borib operatsiya ettiraman, ya женский ginekologический bo'ladimi, любой, plastik bo'ladi. Buni apkeyni, bir damir qo'ydirib yurdilar-ku, diza bera u masalan chiqiladi. Travmatologический, hammasini 30% skidka. Aksiya. Yangi yil bo'lgani uchun biz yilda o'zi bir marta beramiz chegirmani. Shundan foydalanib qolinglar. Agar Rossiyada bo'lsangizlar, yanvarda kelib ettirecek bo'lsangizlar, hozir 30%ni to'lab registratsiya ettirib qo'ysangizlar bo'ladi. Shu hozirgi kunda amal qiladi. Ava, shu sizlarga shu qulaylikdan berib turibmiz. Unda yaxshi. Ekrandagi nomer bilan gaplashinglar. Yine aytib o'taman, energetikni to'xtating, jo'ralar ayting. To'xtatding, yine bir cho'lashib turing. Men hammasi aytib beraman, to'g'ri yanıma kelsa. Zarar dunyo bo'lib turibdi. Oshqozonni go'shti hozir. Energetikdan ekan.